Yunusoboddagi uylar namuncha qimmat, arzonroqlari yo'qmi degan birodarlarimizga mana bu hovlini ko'rgandan keyin boshqa umuman Yunusoboddan hovli qaramasangiz ham bo'ladi. Chunki Yunusobodga bir qadam narxi bo'lsa, Yunusoboddagi uylarning teng yarmidagi gapda, o'rtoqlar. 225 sotuvda 3 ta o'rinli qilib qurilgan mana shu xonadonimizni qaranglar bitta. Ajoyib bir yashil maydonlari, yozgi oshxonalari, darvozaxonalariga bemalol katta bir mashinangiz ham sig'ib ketaverar ekan. Li bo'ladimi, taho bo'ladimi, hammasi sig'ib ketaveradi. Yozgi oshxonasida bemalol mazza qilib ovqatlarni tayyorlab, oila davrasida ovqatlanib o'tirish uchun hovlida joylarni ham qilib bo'lar ekan. Inshaalloh menga ham nasib ro'za aylasin shunaqangi uylar deb bitta like bosib qo'yinglar biz bo'lsa, obzorni boshladik. Yashil maydonlariga ega Sabzavot mahallada joylashgan arkadan, Sabzavot arkasidan 4 kilometrcha kirganda ajoyib bir neoklasik uslubidan ta'mirdan chiqarilgan hovli ekan. Binochiga kirishimiz bilan bizni kengina hol kutib oladi. Lyustralari ilingan, panorama oynalari hovlisiga qaragan, dekor panellar bilan televizorni zonalarni bezatib qo'yishgan ekan. Hurmatli mijozlar, shunaqangi chiroyli hovlilar barcha do'stlarimizga nasib ro'za aylasin. Yaqinlarga tezda yuborib qo'yinglar. O'ng tomonimizda kengina oshxonamizni ko'rishinglar mumkin. Yorug'gina oshxonalar bo'lyapti, ham ko'chasiga, ham hovlisiga qaragan oynalari bor ekan. Ayollarimiz mazza qilib bu yo'da ovqatlarni tayyorlab, ertalab nonushtaga, yarim tushlikka o'tirib ovqatlanadigan joylar ham qilib qo'yishsa bo'lar ekan. Birinchi qavatda o'zida umumiy sanuzellarimiz bor. Uyimizda umumiy hisobda 3 ta sanuzel va 6 ta xonamiz qilingan ekan. Ikkinchi qavatimizda o'rtoqlar qator yotoqxonalarimiz va birinchi qavatimizda mana shunaqangi katta bir mehmonxonamiz. Mehmonxonadan hovliga chiqsa bo'ladigan sharoitlari ham qilingan. Yozgi oshxonadan bemalol ovqatlanib bu yoqqa sussanglar ham bo'ladi. Qarindosh urug'larni chaqirib, mazza qilib ovqatlanib o'tirish uchun kengina mehmonxonalari bor ekan. Inshaalloh men ham uy olsam qarindosh urug'larimni chaqirib, yaqinlarimni chaqirib ehson dasturxoni yozaman degan birodarlarimiz albatta niyatinglarga yetinglar. Bu tomonda umumiy sanuzellarimiz tilla rangli detallardan foydalanib bezatib qo'yishibdi. Oppoqqina krashinni eshikda, bu yoqda bo'lsa duogo'y otaxon onaxonlarimizga yotoqxonalarimizni ko'rishinglar mumkin. Yorug'gina bu yoqdan yorug'lik ham tushib turadi. Hovliga chiqib ketsa ham bo'ladi bu yoqdan o'rtoqlar eshik ko'rinishida. Agar shu xonadon sizga nasib qilib qolganda, 6 ta xonasi bor ekan, qaysi birini siz tanlagan bo'lardingiz? Hozir ikkinchi qavatini ham ko'rsatib beraman, narxini aytaman, lekin bitta ikkinchi qavatini bitta nazar solinglar. Xonalariga alohida dizaynlar qilib, alohida mehr berishibdi. O'zini balkon qismlariga ham ega ajoyib bir manzaradan, tabiatdan bahramand bo'lib, toza havodan bitta nafas olishga joylari bor ekan o'rtoqlar. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda zinan ustida ham lyustralarni ko'rishinglar mumkin, koridorlarni aboyli remont qilingan, chetga chiqadigan joylari ham bor. Bu tomonda umumiy sanuzellarimiz birinchi qavatimizga o'xshaydigan qilib tilla rangli detallardan foydalanilgan. Xullas, kirasiz yashaysiz, ortiqcha umuman rasxodingiz bo'lmaydi inshaalloh. Ikkita mashinaga parkovkasi bor, ko'chaga mashinalarni qo'ysangiz bo'ladi, issiq pollar asosida istiladi. Ikkinchi qavatdagi bu birinchi xonamiz hisoblanadi. Bu yoqda bo'lsa ikkinchi qavatdagi ikkinchi xonamiz. O'rtoqlar, to'g'risi ikkinchi qavatga mehmonxona kerakmi yo'qmi? Agar kerak desanglar plyus, kerak emas desanglar minus deb qoldiringlar. Sizlarning fikringiz biz uchun muhim. Kelajakda qurayotgan uylarimizga albatta fikrlarni inobatga olgan holatda qurardik. Demak, bu yoqda 3-xonamiz ikkinchi qavatimiz uchun bira chiroqlari va lyustralarigacha ilib qo'yilgan, hovlisiga qaragan oynalari mavjud bo'lyapti. 250 kvadrat metr bino maydoniga ega. 160 mingga arziydimi yo'qmi o'rtoqlar shu xonadon? Agar 163 ming pulida bo'lganda bosib olgan bo'larmidinglar? Agar bundan ham arzon hovli qarayotgan bo'lsanglar, uybozor.tv.uz saytida istalgan narxdagi hovlilarni bir soniya ichida topishingiz mumkin. Masalan, 60 mingga uy qidiryapsiz, qidiruvga, filtriga 70 minggacha, 50 mingdan 70 minggacha qidirsangiz, o'sha hamma uylar chiqib keladi. Uybozor TVda mana shunaqangi zo'r obyektlar berib boriladi. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hozir podval qismini ham ko'rsatib beramiz. Aytgancha, siz ham uyingizni reklama qildirmoqchi, sotmoqchi bo'lsangiz, Uybozor TV kanali a'zolari sizga chiroyli reklama qilib berishadi. 33 581 34 34 raqamga telefon qilishingiz mumkin.